Bu uyda egalarini otalari oldin rosa boy bo'lgan ekan, tilla ko'mishgan ekan. Buni buzsalar tilla ham chiqishi mumkin ichidan. Shunday O'rtaga gilam tashladik, obzorimizni boshladik. Xullas, Quva tumani Marksda pastki Xo'ja Hasanda joylashgan 14 sotinglik 5 xona uy va oldi terasga uyimiz sotuvga qo'yildi. Xullas bir qator ichkarilarni ko'ramiz. Ketdik. Bir qator ariqda ham olib qo'ygan, yo'lda bo'yida joylashgan. Shunga chiqib turib oyoqlaringni ko'tarsalar bo'ldi, mashina to'xtaveradi. Tashqarida mevali daraxtlar ham bor ekan. Hop, kirganimizda o'ng qo'lda mehmonxona uchun joy qilib qo'ygan ekan. Bitta ko'rsating. Olib bir qator o'zlaringga moslab remontini qilasizlar va bu tomonimizda ikkita xona mavjud ekan. Bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiya bo'lishini orzu qilgan ekan uy egalari ham, lekin svet bilan suv bor ekan, gaz turbasi bor ekan. Va bu tomonda 3-xonamiz, ko'rib turibsizlar, patologlar ham eski holatda bo'lgan. Xullas, normal holatda uyimiz. Oldin naveslar qilib qo'yilgan ekan, bemalol choyni ichib, yozda o'tiradigan joy. Bonusiga mana shu tapchanda so'rini berishadi sizlarga. Oldilarni ko'rib turibsizlar, so'rtolar qilib qo'ygan, chiroyli qilib o'zlariga moslab. Uy endi bir qator o'zlaringizga moslab olasizlar. Hop, bu oldini uzun qilib terasga qilib qo'ygan ekan, ko'rib turibsizlar. Bu tomonda nima qilishgan bilmayman, lekin nimadir qilishgan, aytdi ham. Sanuzel uchun joy qilishgan ekan. Va bu tomonimizda ikkita xona mavjud ekan. Eng qiziq tomoni, bu uyda egalarini otalari oldin rosa boy bo'lgan ekan, tilla ko'mishgan ekan. Buni buzsalar tilla ham chiqishi mumkin ichidan. Shuna deyishyapti, shuna gumon bor. Orqa tomonda agrotlari ham bor ko'ramiz. Hop, do'stlar ko'rib turibsizlar, bemalol o'choq tandirlari bor ekan. Bu tomonimizda naveslari bor ekan. Va bu tomonimizda orqa tomon o'ta uzun rus dalasi bepoyon o'lka deydi. Xuddi shunday olma bog'i bor ekan. Meva daromadlar qilagan, tovuqlar ham bor ekan. Bonusiga berishaveradi, xullas zo'r. Do'stlar ko'rib turibsizlar, qo'ldan kelgancha arzonini qildik. Ushbu joyda narxini atiga 38 ming so'rayapti. Bonusiga tillalar berib yuboriladi. Xo'p, sog' bo'linglar. Shu joydan joy so'rab yurgan akalarimizga jo'natib